Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, efirda dolzarb mavzu ko'rsatuvi. Demak, bugungi kunda atrof muhitni asrash, toza havo, musaffo suv va sog'lom yer masalasi har qachongidan ham dolzarbdir. Atmosfera havosining ifloslanishi, chiqindilar muammosi, yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish, shuningdek, yashil hududlarni kengaytirish masalalari jamiyatimiz oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Demak, bugun biz dolzarb mavzu ko'rsatuvi orqali mana shu mavzuga to'xtalamiz. Bu borada esa mutaxassislarni studiyamizga taklif etganmiz. Studiyamiz mehmonlari Andijon viloyat ekologiya va iqlim o'zgarishi bosh boshqarmasining sohalar bo'yicha mas'ul bo'lim rahbarlari. Assalomu alaykum, ko'rsatuvimizga xush kelibsizlar. Dastlab bugungi kunda viloyatimizdagi atmosfera havosining ifloslanishi va uning oldini olish bo'yicha qanday chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda, shu haqda suhbatlashsak. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari. Bugungi kunda atmosfera havosiga tashlanayotgan chiqindilarni oldini olish bo'yicha viloyat hokimligining maxsus topshirig'iga asosan viloyatda 2 ta hamda shahar va tumanlarda bittadan ishchi guruhlar tashkil etilgan. Bu ishchi guruhlar tomonidan 1-dekabrdan 18-dekabrgacha tunu kun reyd tadbirlari amalga oshirildi. Reyd tadbirlari davomida bir qator ishlab chiqarish obyektlari, g'ishxonalar, noqonuniy ohak sexlar, issiqxonalar, umumiy ovqatlanish shoxobchalari, maktab, bog'cha, ijtimoiy soha obyektlari o'rganildi. O'rganish natijasida 75 ta ohak sexlar, 41 ta g'ishxonalar, ijtimoiy sohalar 110 dan ortiq joylarda o'rganilganda noqonuniy ohak sexlarning barchasi, faoliyat olib borayotgan g'ishxonalar vaqtincha faoliyat to'xtatildi. Keyinchalik kuz bahor mavsumida mahsulotlarni yetishtirish uchun tayyorgarlik ko'rayotgan issiqxona rahbarlariga ko'mir yoqilg'isidan foydalanish uchun maxsus filtrlar o'rnatish bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Gaz ta'minoti yaqin hududdan o'tgan 14 ta issiqxonalarga gaz bilan 3 tomonlama shartnomalar tuzilib, isitish tizimini gazga moslashtirildi. Mana shu havo ifloslanishini sababi qaysilar etib, qaysi manbalar aniq ko'rsatildi va ularga nisbatan qanday bir choralar ko'rish nazarda tutildi soha xodimlari tomonidan? Viloyatda mavjud tashkilot va korxonalardan bittadan mas'ul xodimlar olganmiz. Hamma tashkilotda shularni asosiy Hakan sanoat hududidagi bir qator ishlab chiqarish, o'sha noqonuniy ishlab chiqarishlarda to'xtatganimizdan keyin sezilarli darajada Andijon viloyatining havosi yaxshilandi. Bugungi kunda qolaversa O'zbekiston, balki dunyoda yetakchi havosi toza viloyatlarga, shaharlarga aylanganmiz. Bundan tashqari Gidromet bilan kunu tun aloqadamiz. U bizda apparat qo'yilgan, havoni o'lchab beradigan 3 ta hududga. Hammasi joylarda bor. Bundan tashqari ko'mir yoqilg'isi ishlayotgan jamiki issiqxonalarga ogohlantirishlar berdik, filtr o'rnatish bo'yicha. U maslahatlar, ko'nikmalar O'zbekistonda filtr ishlab chiqarish bo'yicha shug'ullanayotgan korxonalarda ma'lumotlarini, elektron manzillarini, telefon raqamlarini hammasini yetkazyapmiz. Mana shu yaqindagina ekologik muammoli holatni hammamiz ko'rdik, bildik. Bunda nafaqat o'sha transport vositalaridan chiqayotgan zararli havolar, shu bilan birgalikda sanoat va korxonalardagi zararli o'sha tutunlar, boshqa chiqindilarni evaziga qolaversa, aholi ham har bir mana shu jamiyatda, mana shu yurtda yashayotgan har bir fuqaro uchun ham bu juda mas'uliyatli va juda ham muhim bir masala, mavzu desak mubolag'a bo'lmaydi. Aholining ham hissasi borda havo ifloslanishiga. Aholidan chiqayotgan chiqindilarni olib chiqib ketish tizimi qanday yo'lga qo'yilgan? Bu boradagi ishlar haqida nima deysizlar? Chiqindi masalasi dunyo bo'yicha hozir global muammolar qatorida turadi. Bu borada Andijon viloyatida ham bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan shu Andijon viloyatida aholidan hosil bo'ladigan chiqindilarni yig'ib to'plash va olib chiqib ketish bo'yicha hozirda davlat xususiy sherikchilik asosida korxonalar faoliyat ko'rsatmoqda. Shahar va tumanlar hududida mazkur sanitar tozalash korxonalari tomonidan aholidan hosil bo'ladigan chiqindilarni yig'ib tashib ketish xizmatlarini ko'rsatmoqda. Hozirda ushbu chiqindilardan
qayta ishlash, undan oqilona foydalanish borasida Andijon viloyatida Xo'jaobod tumanida Xitoy davlatining China Comes Engineering kompaniyasi tomonidan hozirda chiqindini yoqib, elektr energiyasi ishlab chiqarish bo'yicha zavod qurilishi boshlangan. Mazkur zavod 2025-2027 yillarda qurib bitkazilishi, ishga tushirilishi ko'zda tutilgan. Hozirda ushbu zavodda qurilish ishlari olib borilmoqda. Ushbu zavod ishga tushirilgandan keyin kunlik 1,5 ming tonna va yillik 549 ming tonna chiqindilarni yoqish hisobiga 240 million kilovat elektr energiyasi ishlab chiqaradi. Bu bilan 230 mingta xonadonni elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoniyati yaratiladi. Ana shu chiqindilarni saralab tashlash madaniyati haqida alohida to'xtalish mumkin. Bu qanday shakllantirildi va bu haqda nima deya olamiz bugun? Albatta, 2024-yil 4-yanvardagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF5 sonli farmonida ham ushbu chiqindi yo'nalishiga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan shu hududlardagi chiqindi yig'ish shoxobchalarida zamonaviy loyihalar asosida qayta rekonstruksiya qilib, aholiga foydalanishga topshirilyapti. Ushbu chiqindixonalarda yashil burchak, hayvonot burchagi hamda aholiga qulaylik yaratish maqsadida chiqindilarni turlarga ajratish bo'yicha alohida konteynerlar o'rnatilgan hamda chiqindilarni turlarga ajratib kelgan fuqarolarni moddiy rag'batlantirish maqsadida bir qancha sharoitlar yaratilgan. Bunda fuqarolar tomonidan saralab olib kelingan chiqindilarni o'lchab olinadi-da. Misol, plastmassa chiqindilari, qog'oz chiqindilari yoki temir chiqindilarni saralab olib kelgan fuqarolarga moddiy tomondan rag'batlantiriladi. Hamda bu bo'yicha hududlarda doimiy ravishda ekologik targ'ibot, tashviqot ishlari olib borilmoqda. Shu aholidan hosil bo'ladigan chiqindilarni saralab yig'ishga o'rgatish hamda ekologik madaniyatni oshirishga qaratilgan ko'plab ekologik tadbirlarimiz amalga oshirilyapti. Buning natijasida shu qayta ishlanishi kerak bo'ladigan chiqindilarni ko'mib tashlanishidan oldin olinadi. Rahmat. Hozirgina aytib o'tdingiz, ana shu chiqindi tashlash madaniyatiga amal qilgan va uni namuna sifatida ko'rsatgan fuqarolar aholi rag'batlantiriladi deb aytib o'tdingiz. Shu bilan birgalikda chiqindi tashlash, o'sha chiqindilar bilan bog'liq muammolar, qoidabuzarliklar ham bor aholi orasida va bunga alohida jarimalar ham joriy etilgan bo'lsa kerak. Shu haqda ham gapirsangiz. Albatta, chiqindi yo'nalishida huquqbuzarliklarni oldini olish hamda ekologik madaniyatni oshirish maqsadida ko'plab ekologik tadbirlar olib borilmoqda. Jumladan Andijon viloyatida shahar va tumanlar hududiga 34 tadan ortiq zamonaviy kuzatuv kameralari o'rnatilgan. Ushbu kuzatuv kameralari 24 soat onlayn rejimda nazoratga olingan ushbu hududlar. Mazkur kuzatuv kameralarida joriy yilda 1800 dan ortiq holatlar aniqlangan. Unda 190 ta holatda texnikalar tomonidan chiqindilar tashlangan bo'lsa, belgilanmagan joylarga qolgani shu fuqarolar tomonidan tashlab ketilgan. Aynan mana shu ekologiya sohasida eng ko'p uchrayotgan qoidabuzarliklar qaysilar va ularga nisbatan qo'llanilayotgan jarimalarning miqdori haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Ekologiya boshqarmasining davlat inspektorlari tomonidan hamda ichki ishlar, Milliy gvardiya bilan hamkorlikda qo'shma reydlar olib borilyapti. 4,5 mingdan ortiq reydlar qilindi, o'rganish, tekshirish reydlari qilindi. Hamda ekologiya boshqarmasi xodimlari tomonidan murojaatlar orqali kelib tushayotgan bir korxona tashkilotlarini borib o'rgandik. Qo'shma reydlar hamda davlat inspektorlari tomonidan 3416 ta huquqbuzarliklar aniqlanib, bularga nisbatan 3 milliard 788 million so'm jarimalar qo'lga olinib, shulardan 2535 tasi, ya'ni 1 milliard 488 million so'm undirib olindi. Shundan 1 milliard 250 millionlik jarima chegirma asosida haligi huquqbuzarlarning o'zi imtiyozli davri bilan imtiyoz berilgan bularga. Qolgan qismi 1 milliard 532 millioni majburiy ijro byurolariga undirib olish uchun tegishli organlarga
yuborilgan. Hozirgi kunda boshqarmamiz davlat inspektorlari tomonidan 54 ta tadbirkorlik xo'jalik yurituv subyektlarida tekshirish o'rganish ishlari olib borildi. Shundan 8 tasi ariza asosida, 46 tasi ogohlantirish xabardor etish tizimi bilan o'rganilib, bu korxonalarga 739 million so'm qo'shimcha kompensatsiya zarar hisoblandi. Shulardan 49 ta korxonani huquqbuzarlik aniqlanib, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 245-moddasining 3-qismi bilan sud organlariga yuborildi. Hozirgi kunda davlat inspektorlari tomonidan o'tkazilgan reydlardan hosil bo'lgan tabiatga yetkazilgan zarar 318 ta holat bo'yicha zarar aniqlanib, shundan 739 million so'm tabiatga yetkazilgan zarar undirib olindi. Davlat inspektorlari tomonidan ekologik reyd nazorat tadbirlari tunu kun olib boriladi. Har bir tumanda hozirgi kunda qishki mavsum bo'lganligi uchun alohida reyd tadbirlari, jadvallari tashkillashtirilgan. Bu bo'yicha tumandagi inspektorlarimiz hamda boshqarmada alohida tezkor guruh shakllantirilgan bo'lib, viloyat hududida aniqlangan huquqbuzarliklardan xabardor bo'lishimiz bilan borib, huquqbuzarlikdan oldini olish bo'yicha sodir etilgan huquqbuzarlikka tegishli qonuniy tartibda choralar ko'rish bo'yicha shug'ullanib kelmoqdamiz. Rahmat. Endi biz ekologiya deganda ko'pchilik shunday bir tasavvur qiladida, faqatgina tabiat, shu daraxtlar, havo yoki qandaydir hodisa, yomg'ir yoki qor bilan bog'liq. Lekin uni muhim yo'nalishi bor, suv va yer. Aynan mana shu suv va yer resurslari muhofazasi bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Bu haqda ham fikringizni bilsak. Haqiqatan ham to'g'ri aytyapsiz. Tabiatni resurslarida albatta bizni ekologiya yo'nalishida ham yer suv yo'nalishi, ya'ni albatta keng tarqalgan foydali qazilmalar va yer resurslari va suv va yer osti boyliklari umumiy tartibda bioxilma-xillik, atmosfera yo'nalishlar kesimida bo'linadi. Aynan yer suv yo'nalishini oladigan bo'lsak, tabiatimizni eng oliy ne'mati bu suv hisoblanadi. Albatta suv, yer, havo uzviy bog'liq, ya'ni o'simlik, ya'ni shu bilan insoniyat tirik, tabiat tirik. Shuning uchun buni muhofaza qilish har bir insonning burchi hisoblanadi. Albatta bunga amal qilgan holatda ekologiya boshqarmasi ham butun vazirlik miqyosida aynan shu tizimda joriy qilib kelyapmiz. Dastlabki yillarda oladigan bo'lsak, men 10 yil oldin oladigan bo'lsak, albatta suvga bo'lgan, tabiatga bo'lgan munosabatlar haqiqatan ham bu darajada ehtiyotkorona munosabatda bo'lmagandi. Hozirgi kunga kelib aholimizni ekologik madaniyatlari oshganligi va hozirgi kunda yosh o'qiyotgan o'quvchidan tortib toki 80 ga kelayotgan Mo'safet otaxonni oladigan bo'lsak ham suvga axlat tashlanmaslik va suvni qadrini hozirgi kundagi eng katta oliy ne'matligini tushuncha berilayotganini ko'rib kelyapmiz. Ya'ni bugungi kunda tabiat bilan har bir inson hisoblashmasa bo'lmasligini mana tez kunda ham ko'rdik, yaqinda ham. Ya'ni atmosferamizning ifloslanish holati bo'yicha mana mutaxassisimiz aytdi. Ya'ni atmosferamizning ifloslanish darajasi bo'yicha sezilarli darajada respublika miqyosida, butun dunyo miqyosida o'zini ko'rsatib qo'ydi. Ya'ni bu degani nima degani? Sanoat korxonalaridan tashlanayotgan tashlama, ya'ni birinchi, ikkinchi toifali xavflilik darajasi bo'yicha korxonalarimiz tashlayotgan tashlamalarni me'yoriy darajasida tozalamasdan tashlash natijasida atmosferaga tashlanayotgan zararli tashlamalarda natijasida atmosferaning ifloslanishi. Bu atmosferaning ifloslanish jarayonida bu albatta suvga tushishi. Bu suv va yer o'z navbatida insonga ta'sir qilishi bir-biridan yaqqol misol ko'rdik. Endi buni muhofaza qilish bo'yicha viloyatimizda oladigan bo'lsak 19 ta ochiq suv havzamiz bor. Bu 19 ta ochiq suv havzamizni bizni shahar tumanlar kesimida oladigan bo'lsak, inspektorlarimiz tomonidan hamkor tashkilotlar bilan prokuratura, ichki ishlar, milliy gvardiya, suv xo'jaligi, suv inspeksiyasi, sog'liqni saqlash, sanitariya hamkorligida nazorat qilib boriladi. Ya'ni suvni Qoradaryoda oladigan bo'lsak, Qoradaryomizni suv o'tkazish qobiliyati bugungi kunga kelib hozir mana 300-400 suv kelayotgan bo'lsa, suv o'tkazish qobiliyati 1100 hisoblanadi. Lekin hozirgi kunga kelib Qoradaryomizni o'zanlarida hozirgi kunda inson omili bilan deymiz, ya'ni tabiiy omil bilan ham to'lish holatlari kuzatilyapti.
Ya'ni daryo o'zallarini hozir inson tomonidan o'zlashtirishlar, suv yo'llariga to'sqinlik qilishlar va dambalarni buzilishlari holatlari va daryo o'zanidan noqonuniy inert mahsulotlarni qazishlari, ya'ni shag'al, qum shag'al eng katta bugungi katta muammoli masalalardan bittasi hisoblanadi. Noqonuniy qazish holatida daryolarimizni suvlari, ya'ni sizot suvlarimizni pasayish holatlari kuzatilyapti. Ya'ni o'tgan gidrogeologiyani xulosasini olganimizda Andijon viloyatimizda ham 5 metrdan 25 metrgacha sizot suvlarimizni pasayish holatlari ko'zda tutildi. Ya'ni buni natijasi aynan mana shu suvni samarasiz foydalanganligi va insonlar tomonidan suvdan samarasiz foydalanish natijasida neft mahsulotlarini daryo o'zalaridan noqonuniy qazish holatlariga yo'l qo'yilganligi natijasida bu holatlar kuzatildi. Buni oldini olish maqsadida yurtboshimiz tomonidan qonun qarorlar qabul qilingan. Ya'ni mana shu qonun qarorlariga asoslangan holatda birgina misol qilib oladigan bo'lsak, bitta fuqaro tomonidan noqonuniy daryo o'zanidan shag'al qazish natijasida aniqlangan holatda ushbu fuqaroga nisbatan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksni 70-moddani prim 1-qismi bilan 30 baravardan 50 baravargacha jarima belgilandi. Bu holat takror sodir qiladigan bo'lsa 50 dan 70 baravargacha va mana shu shag'alni qazish natijasi bo'yicha ekskavatorini musodaragacha, ya'ni sud orqali musodara qilib, tabiatga har bir qazigan qum shag'al mahsuloti bo'yicha Vazirlar Mahkamasining 666-sonli qaroriga asosan tabiatga keltirgan zararni hisoblash metodikasi ishlab chiqildi. Misol qilib oladigan bo'lsak, mana 10 metr kub misol uchun shag'al qazib olgan bitta fuqaroda aniqlanadigan bo'lsa, misol 30 baravar jarima va uni keltirilgan zararini hozirgi kundagi davlat birjasidagi 1 metr kub shag'alda narxini qo'yib hisoblandi. Hisoblanib, birgina 2025-yilda o'zida 27 ta holat aniqlanib, 27 ta holat bo'yicha har bittasi bo'yicha jinoiy ish ochilib, 3 ta texnika musodara bo'yicha sudlarga taqdim qilindi. Yer resurslarini oladigan bo'lsak, viloyatimizda 124 ta keng tarqalgan foydali qazilmalar bo'lib, 124 ta keng tarqalgan foydali qazilmalarda ya'ni tabiat resurslari hisoblanadi. Tosh, o'zi navbatda bo'linadi, tuproq, tosh, qum karellari. Bularda noqonuniy qazilishini oldini olish maqsadida litsenziya asosida, ya'ni raqamlashtirish asosida litsenziya asosida ruxsat berilgan. Litsenziyasiz qazish holatlari bo'yicha aynan mana hozirgi kunda mutaxassisimiz tomonidan aytib o'tgandi, chiqindi yo'nalish bo'yicha ham Kosmos agentligi bilan hozir hamkorlikda ishlab boryapmiz. Ya'ni Kosmos agentligi tomonidan tadbirkor tomonidan litsenziya asosida 5 gektar yoki 10 gektar yerda qazish ishlari bo'yicha ruxsatnoma asosida qaziyotgan holat bo'lsa ham, chetga chiqib ketayotgan holati yoki bo'lmasa chuqurga tushib ketayotgan holatlar bo'yicha Kosmos agentligi orqali bizga aniqlab har chorakda ma'lumotlar taqdim qilib boryapti. Ya'ni mana shu tadbirkorlar tomonidan o'zini belgilab qo'ygan piketlardan tashqariga chiqqan holatlari aniqlandi. Ushbu holatga nisbatan chora ko'rishligingizni so'rayman deb bizga tizimli ma'lumotlar kelib turadi. Shu asosida hozirgi kunda ishlarimiz amalga oshirilyapti. Ya'ni har bir keng tarqalgan foydali qazilmalarimizni talon-torojini oldini olish maqsadida barcha hamkor tashkilotlar bilan hamkorlik ishlari olib borilmoqda. Suv resurslarida albatta mana birgina misol qilib oladigan bo'lsak, yog'ingarchiligimizni mana shu 2025-yilda intiqlik bilan kutganligimiz natijasida ham o'z ta'sirini ko'rsatdi. Ya'ni mana shu yog'ingarchiligimiz bo'lmaganligi va bundan tashqari mana yuqorida atmosfera yo'nalishi bo'yicha mutaxassisimiz ham ta'kidlab o'tib ketdi. Viloyatimizda mana shu adilli hududlarda, ya'ni mana shu adilli hududlarda fuqarolar tomonidan juda ham qisqa muddatda noqonuniy ahak xumdonlari qurish jarayoni juda ham keskin tus olib ketdi. Ya'ni bu bir sutkani o'zida tayyorlab ko'mir orqali toshlarni qo'yib yoqish natijasida atmosferaga sezilarli darajada tashlanadigan zararli tashlamalar tashlanishi belgilandi. Ko'z bilan ko'rdik, ya'ni buni. Ya'ni mana Ekopatrol Milliy gvardiya ichki ishlar hamkorligida, hokimiyat vakillari bilan hamkorlikda borib, mana bir necha bosqichda bosib, buzib, ya'ni ularga nisbatan choralar ko'rish natijasida buni ertasi kundan boshlab yana
mana shu haligi aytgandek, chunki inson shunaqa ekanda, inson chunki o'zini foydasini o'ylab, lekin bu yerda jamiyatdagi aholini yo tabiatni o'ylamasdan o'zini manfaatini o'ylab qilayotgan mana shu 70 dan ortiq noqonuniy ayqumdoqlar qurilish natijasida atmosferamizni sezilarli darajada o'zini ta'sirini ko'rsatdi. Endi buni oladigan bo'lsak, avval mana 41 ta g'ishxona aytdi. G'ishxonalarimiz avval gazda yonardi. Gaz bilan g'ishlar pishilardi. Lekin hozir Xitoy usulida, ya'ni ko'mir asosida ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan hozirgi kunda. Lekin mana shu tadbirkorlarimizdan mana o'rganish jarayonida ko'rdik, zamonaviy changgaz tozalash uskunalarini qo'ygan bo'lsa ham vaqtida almashtirmaganligi sababli atmosferaga tashlanayotgan tashlamalari tozalanmasdan tashlanayotgan holatlar aniqlandi. Bu holatlarni mutaxassislarimiz tomonidan joyiga borib vaqtida tekshirishlar o'tkazdik va bunga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 202-sonli qaroriga asosan atmosferaga tashlanayotgan tashlamalarni tashlashi bo'yicha hisob-kitob qilinib, kompensatsiya qoplama to'lovlar undirib olindi va ayrim korxonalarning faoliyatini yopish holatlariga ham chek qo'ydik. Yashil makon loyihasi doirasida viloyatimizda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Aytaylik, qancha daraxtlar ekish rejalashtirilgani va ularni saqlanishini nazoratga olish bo'yicha qanday chora-tadbirlar bor? Yashil makon umumiy loyihasi bo'yicha yurtboshimizning tashabbusi bilan tashkil qilingan bo'lib, Yashil makon umumiy loyihasi doirasida maqsadi yashillik darajasini oshirish, yashillik maydonlarini kengaytirish reja qilib olingan. Shu qatori mana 2025-yilning 15 million 400 ming reja qilingan bo'lsa, manzarali hamda buta ko'chatlar ekish bo'yicha. Hozirgi kunda bahor mavsumida 10 million 900 ming tub daraxt ko'chatlari ekilgan. Kuz rejamizda, kuzgi rejalarimizda 9 million 578 ming reja qilganmiz. Hozirgi kunda ko'chat ekish ob-havomiz yaxshi turganligi uchun hozir ko'chat ekish ishlari olib borilmoqda. U ko'chat ekishda asosan o'zimizning iqlim sharoitimizga mos kelgan turlari tanlanib, shular ekilib kelinmoqda. Asosan tuman shaharlarda reja qilingan, masalan, sohil yo'nalishlarimiz bor. Fermer va klasterlarni dala chetlarida yangi tuzorlar, ixota daraxtzorlari barpo qilishlarga rejalar qo'yilgan. Shular qatorida ekilyapti. Hamda yangi qarorlarimiz bor. 2024-yil chiqqan Mening bog'im loyihasi doirasida bu bo'yicha ham shahar tumanlarida ovoz yig'ish yo'li orqali yashil bog' hamda yashil jamoat parklari tashkil qilinish belgilangan. Bugungi kunda ularimizni hozir pudratchi nimalariga aniqlik kiritib, hozir loyiha ishlarini o'tkazib, mablag'lari ajratilgan. Hozirda ko'chat ekish ishlari hamda yer tayyorlash, shunga o'xshab tadbirlarni olib borilyapti. Endi yashillik darajasini kengaytirish bo'yicha kuz mavsumida shahar tumanlarimiz tomonidan yashil makon umumiy loyihasini tashkillashtirish hamda amalga oshirish bo'yicha start olganligida shahar tumanlarini o'zini tuman hokimliklari tomonidan 1 gektardan yashil bog'lar yer maydonlari ajratilib, yashil bog'lar tashkil qilindi. Oddiy bitta misolida aytadigan bo'lsa, Bobur shahrimizda viloyat hokimligining tashabbusi orqali 40 gektarga yashil jamoat parki aholiga qulaylik yaratish maqsadida tashkil qilingan. Hozirda daraxt ekishlar yakunlangan. Shuni tashkil qilib kelmoqda. Endi mutaxassis sifatida aytingchi, nafaqat o'sha yashil hududlarni ko'paytirish, balki ularni asrab avaylash uchun umuman fuqarolardan, aholidan nimalar talab etiladi? Endi hozir bu mavsum davomida ekilgan ko'chatlarni hududiy hamda kimlar tomonidan ekilgan bo'lsa, shuni yurish monitoring qilinishi, ularni yashil makon platformasiga kiritib borilishi, shu yashil makon platformasiga kiritilganda ularga mas'ullari, ularni parvarishi, qarashi, kasalliklarga qarshi kurashish bo'yicha hamda uni parvarishi bo'yicha mas'ullarga biriktirilib kelinadi. Hozir bizda 10 million 102 ming daraxt kuz mavsumida ekilgan bo'lsa, 3700
bitta mas'ullarga biriktirilib, hozirda ular parvarishi bo'yicha o'zlariga biriktirilib kelingan. Bundan tashqari, masalan, hozir dolzarb mavzu bo'lyapti, mana atmosfera masalasida. Bu bo'yicha ham bizda ham alohida yashil belbog'lar tashkil qilish loyihasi tashkil qilingan. Bu loyihamizda atrof muhitga ta'siri bo'yicha birinchi, ikkinchi toifadagi tashkilotlarimiz bor. Shularda biz kuz mavsumiga 166 ta tashkilot belgilab olib, shular 421 ming daraxt rejasini berganmiz. U daraxtlar qayerlarga ekiladi? Shu tadbirkorlarning o'zi hududi yo bo'lmasa o'zining hududi bo'lmasa tutash hududlarida baland bo'yli daraxtlardan ekish, tez o'suvchi daraxtlarni ekish rejali qilganmiz. Shu turishda hozir bizda 78 ta sanoat korxonalarimiz tomonidan ko'chatlar ekilib, hozirda shu yashil belbog'lar tashkil qilingan. Bugungi kunda viloyatimizda faoliyat olib borayotgan tadbirkorlarga iltimos qilib qolamiz. Birinchi martgacha o'z hududiga havoning ifloslanish darajasini onlayn kuzatuvchi monitoring tizimini joriy qilish kerak. Shu munosabatda ekologiya vazirligi, ekologiya boshqarmasi tomonidan nima yordam kerak bo'lsa, biz doimo tayyormiz. Atmosfera bo'limi, tuman bo'limlarimiz bilan joyiga borganda kerakli maslahatlar, soha vakillari bilan bog'lanish uchun ma'lumotlarni doimo taqdim etib kelamiz. Xonadonidan hamda o'z yashash hududlarida hosil bo'lgan chiqindilarni belgilanmagan joylarga tashlanishini oldini olish hamda maxsus belgilangan joylarga, chiqindixonalariga, chiqindi konteynerlariga tashlashlarini so'rab qolamiz. Bu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarligi to'g'risidagi kodeksning 91-moddasida belgilanmagan joylarga chiqindilar tashlaganligi uchun ma'muriy javobgarlik mavjudligi to'g'risida ogohlantiramiz. Shu o'rinda fuqarolardan iltimos qilib qolamiz. Hududlarda ekologik huquqbuzarlik sodir etilganda ekologiya boshqarmasining maxsus botlari, Telegram kanallari orqali yoki ishonch telefonlari orqali boshqarmaga, tuman bo'limlariga xabar berib, bu huquqbuzarliklarni bartaraf etilishida amaliy yordam berishda, ko'maklashishda hamkorlik qilishini so'rab qolamiz. Bu tabiat uchun juda muhim. Ekologik huquqbuzarliklarni qancha barvaqt aniqlab bartaraf etilsa, tabiatga yetkazilayotgan zararni oldini olish mumkin bo'ladi. Yurtdoshlarimizdan so'rab qolamiz. Albatta, mutaxassislarimiz tomonidan mana juda ham kerakli dolzarb mavzular ko'tarildi. Men o'ylaymanki, mana shu tabiatimizni asrab-avaylash bo'yicha, ya'ni mana suv, yer resurslari va tabiatni asrab-avaylash bo'yicha o'zlaridan qo'ldan kelganicha, haligi kattalarda bir gapi bor, hech tabiatga foydang tegmasa ham ziyoning tegmay tursin degan shior asosida bir ish yuritsa, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. O'simlik va hayvonot dunyosi, suv, yer resurslari va keyin tarqalgan foydali qazilmalar, mana shularning oldini, talon-tarojini oldini olish maqsadida qanday huquqbuzarlik aniqlansa, mana shu bizni boshqarmamizning ishonch telefonlariga murojaat qilinsa, bizni inspektorlarimiz tomonidan unga keskin chora ko'rilib va ularni rag'batlantirish masalalari ham yo'lga qo'yilganligini eslatib o'taman. Toza muhit sog'lom kelajak demakdir. Tabiatni asrash, atrof muhitni ehtiyotlash nafaqat mas'ul idora va mutaxassislarni, balki har bir fuqaroning mas'uliyatli burchidir. Tabiatni asrang. Bu dolzarb mavzu ko'rsatuvi edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.